Ya'ni momo onamiz o'z-o'zidan nima qildilar? Odam ato bobomizdan yaratildilar. Bundoq bo'lgach, qarang. Ayolning vatani erkak kishi deydi. Ajoyib mulohaza. Demak, erkak kishi esdan chiqarmaylik. Har qanday holatda ayol uchun majozan tushuntiradigan bo'lsam, ayolning vatani hisoblanadi. O'sha vatan o'zining fuqarosiga eng yaqin birlamchi fuqarosi uchun uning ayoli, uning ahli edi. Uning har bir ehtiyojlarini moddiy, ma'naviy, ruhiy ehtiyojlarini berish kerak bo'ladi. Chunki boyagi ayol o'zining vataniga talpinadi va o'zining vatanini sevadi. Shunaqa ekan, lekin erkakning vatanichi. Endi erkak kishi vatan gado bo'lsinmi degan. Ertangi kunda turadi. Erkak kishining vatani bilasizmi? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz. Rahmat ustoz. Bugungi suhbatimiz yana oila haqida. Kuzatuvchilarimiz uchun ikkita eng katta savol qamrab oldik ustoz. Ayol kishi yo'q. Ikkita eng katta savol qamrab oldik. Birinchisi o'sha erkak kishi oilada nima xohlaydi, ayol kishi oilada nima xohlaydi. Endi asosan mana shu ikkita savol atrofida javob topamiz va kuzatuvchilar ham mana shu savolga javob topishadi degan umiddamiz. Undan oldin ustoz muqaddima haqida biroz to'xtalsak, ya'ni shaxsiyatlar haqida, oila tushunchasi haqida biroz suhbatlashsak, keyin shundan keyin ba'zi savollarimiz bor. Yana davom etamiz. Shahzod, bilasizmi, o'zi muqaddima bu o'zi ilohiy sunnat. Muqaddimalar olami tushunchasi bor. Har bir narsada biz muqaddima kirishga muhtojmiz. Misol uchun oddiy narsa, ayol kishi taom qiladigan bo'lsa, yog'i nima qiladi? Yaxshigina bir o'z holiga, me'yoriga olib keladi, keyin taom pishirishni boshlaydi. Qizdiradi deylik. Misol uchun, sportda ham xuddi shundoq. Sportda ham bilasiz. Men o'zim sportdan o'zi olmasman, alhamdulillah. Albatta qizish kerak bo'ladi. Agar bu narsaga e'tibor bermasangiz, unda jarohat bo'ladi. Bu ham juda muhim. Namozlar olamiga keladigan bo'lsangiz, aksar holatda nima qilamiz? Sunnatlar bor, fuqarolar aytadi. Nima qiladi inson? Farzdan oldin, yaratuvchisi bilan munosabat qilishdan oldin muqaddima o'zi tahoratda boshlanadi. Kerak bo'lsa, siz o'sha masjidga qarab, juma namoziga qarab ketyapsizmi? Mana shu vaqtda o'zi o'qiladigan duolari bor. Mana shu vaqtning o'zida siz virtual hayoliy olamga kirib boshlaysiz. Tahoratlarda buni his qilasiz va albatta sunnatlarda buni ham his qilasiz. Demak, har bir narsa muqaddima bor. Endi siz mana bugun ko'targan ikkita mavzu aynan erkak kishi oilada nimani xohlaydi? Bu juda ko'p beriladigan savol. Xohlardimki shu narsani bir xolisroq, voqelikka tushuvchiroq qilib oddiy tilda gaplashsak bugun bu mavzu bo'yicha. Lekin siz aytganingizdek, muqaddima bo'yicha gaplashsak. Demak, shaxslar haqida gap ketar ekan. Bilasizmi, shaxslar deganda biz umuman insoniyat shaxsiyatini e'tiborga olaylik birinchi o'rinda. Keling, oilaga kirib borishdan oldin biz insonlar haqida gaplashaylik. U erkak bo'lsin, u ayol bo'lsin. U dindor bo'lsin, dinsiz bo'lsin, u madaniyatli, madaniyatsiz bo'lsin. U qishloqdagi shaharda yashasin. Umuman bu faktor va omillarning birontasida e'tibori yo'q. Insonni, har qanaqa inson, bilasizmi, og'riq, alam, azob, uqubat, mana shundoq sifatlardan yiroq yashashi uchun bir qancha sabablar bor. Bir qancha omillar bor. Mana shu omillarni 3 tasi eng muhim hisoblanadi. 3 tasi eng muhim hisoblanadi. Birinchisi aytiladiki, insonni o'ziga savol beriladi. Ya'ni inson hayotning mohiyatini anglash kerak bo'ladi. Hayotning mohiyatini. Bu juda ham muhim narsa. O'zi umuman dunyo yaralgandan beri payg'ambarlar bo'lsin, faylasuflar bo'lsin, donolar bo'lsin, misol uchun buyuk shaxslar bo'lsin, bularning hammasi to'rtta savol atrofida aylangan. Uning birinchisi ayni hayot haqida edi. Hayotning o'zi nima? Biz mana shu joydan kirib kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kechirasiz, oila masalasi nimadir o'qib olib, nimadir o'rganib, nimadir amal qilib ketib, bu o'z-o'zidan istiqror yoki saodatli bo'lib ketadigan oila emas, ya'ni bo'lib ketadigan muhit emas. Mana o'zimga savol berishadi. Siz oila haqida gapirasiz, siz oilangiz idealmi deb.
Yo'q deyman, unaqa bo'lishi mumkin emas. Dunyoni o'zi ideal emas. Demak, dunyodagi bor narsa ham ideal emas. Oila qonunida bitta shunaqa muhim bir qoida bor. Esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi. Mutlaq baxtni oila tushunchasi yo'q. Xuddi Jalol Nurimiy aytganlaridek, dunyo haqida gapirganlar, dunyo xuddi charxpalakka o'xshaydi. Tepaga ko'tarsa, pastga ham urishi bor. Mana shundoq. Nimagadir qadam tashlaysiz, nimadandir voz kechasiz, nimagadir xafa bo'lasiz, nimagadir kulasiz, nimadandir yig'laysiz hech kim ko'rsatmasdan. Tushunasizmi? Oila degani bu faqatgina tabassum, kulgi bilan bo'lib yuradigan holat emas. Oila umuman boshqacha muhitida. Hali bunga ham savolga javob beramiz. Lekin aytmoqchimanki, sizni oilangiz idealmi degan oilaga men yo'q deyman. Men intilaman. Ideallik boshqa narsa, unga intilish umuman boshqa narsa. Biz intilamiz. Aytadigan narsalarni iloji boricha men o'zimni shaxsiyatimdagi va menga kelgan savollar va o'zim ko'rgan jamiyatdagi muammolarni ko'tarishga harakat qilaman. Demak, idealmi degan savolga men doim yo'q, lekin men shunga harakat qilaman deyman. Albatta nizo bo'ladi, kelishmovchilik bo'ladi, xafagarchilik bo'ladi, misol uchun. Ba'zan o'zimdan xafa bo'laman. Shuncha insonlarga o'rgatib, ta'lim berib, bu haqida gapirib, men o'zim qayerdaman deyman. O'zim deyman, nimaga to'liq amal qila olmayapman deyman. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bilishimiz kerak bo'ladi. Biz faqatgina intilamiz, biz xohlaymiz, biz reja qilamiz, lekin natijani yaratuvchini o'zi yaratib beradi. Lekin biz asosiysi niyatimizni xolis qilib unga qadam tashlashimizda edi. Demak, boyaga narsa, nima narsa insonni to'sadi? Deylik, baxtni his qilishidan. Bunga men turlicha javob beraman o'zi odatda. Keling, bugungi javobimiz boshqacha bo'lsin. Hayotning mohiyatini. Biz hayotda yashayapmiz. Hayotning o'zi sifati qanaqa edi? U qanaqa xarakterga ega? Uning mijozi qandoq? Ba'zi odamlar o'ylaydiki, hayot u doim unga nima qilish kerak? Gullarni in'om qilish kerak. Doim uni baxtli qilish kerak. Yo'q. Hayot sizga qarz emas deyman. Doim insonlar aytadiki, har bir inson, har bir mavjudot hayotda yashashga haqli dedi. Men unaqa emas deyman. Men buni ko'p gapirganman. Yo'q, biz yashashga haqli ekanligimizni isbotlab berishimiz kerak. To'g'riroq bu qoidani boshqacharoq aytishimiz kerak. Yer yuzida har bir mavjudot yashashga haqli ekanligini isbotlab berish kerak bo'ladi. Dunyo shunaqa yaratilgan. Agar isbotlab bera olmasangiz, o'z-o'zidan hayotning hoshiyasiga yetkazib ketasiz. Misol uchun oddiy narsa. Deylik, uyga gul olib keldingiz ahlingizga. 4-5 kundan keyin gul so'lib qoladi. Yashashga haqli ekanligini 5 kundan keyin ko'rsatib bera olmadi. Nima qilasiz? Uni axlatga chetga uloqtirasiz, tashlaysiz. Tushuntira oldimmi? Xuddi shu singari har bir inson, har bir mavjudot yashashga haqli ekanligini isbotlab berish kerak. Bu narsani biz bu qoidani, bu qonunni hayvonot olamida ham isbot qilamiz. Eng ojizlarini, eng kuchsizlarni bo'ri, sher, yirtqichlar yeb ketishadi. Misol uchun, yashashga haqli ekanligini isbotlab bera olmaydi. Nabotot olamida ham isbotlasak bo'ladi. Moddalar olamida ham suv olib keldingiz, to'rda edi. Dasturxonda, qudalarni oldida edi. Lekin suvni ichib bo'lgach, u idish vaqtlashgan nima qiladi? Uloqtiriladi va ko'chada bir chetda yotadi. Nimaga? Chunki o'zini o'rnini ko'rsatib bera olmadi. O'zining yashashga haqli ekanligini uzoq muddat ko'rsatib bera olmadi. Xuddi shu singari inson mana shu qonunga tushadi. Demak, birinchi o'rinda hayotning o'zi nima? Bu savolga javob topish kerak bo'ladi. Har qanaqa inson qidiradi. Bugun bergan javobingiz 2 yildan keyin boshqacha bo'ladi. 2 yildan keyin bergan javobingiz 40 yoshingizda boshqacha bo'ladi va hokazo. Siz hayotning mohiyatini tushunasiz. Hayot ko'chaga chiqqaningizda ota-ona emas, do'da bu emas. Demak, u o'ziga munosib tarzda javob qilar ekan. Lekin hayotga qancha bersangiz, u shuncha sizga ato qiladi. Tushunyapsizmi? Buni tushuna boshlaysiz. Shuning uchun birinchi holatda insonlarga og'riq va alamda yashashga sabab bo'ladigan narsa, ular hayotning mohiyatini anglay olmaydi. Hayot o'zi nima edi? U bilan qanday munosabatda bo'lish kerak? Tushuntira oldim, bu juda ham muhim edi. Ikkinchi sifat, inson o'zining mohiyatini. O'zi kim? Juda ham og'ir savol. Men juda kam javob olganman, to'g'ri javob bermoqchiman. Ko'p odamga savol berib, siz kimsiz deganda juda ko'p inson o'zining sohasini, millatini aytishi mumkin. Men aytamanki, yo'q, men u narsa haqida gapirmayapman deyman. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men o'zi kimman? Nima narsa meni xafa qiladi? Meni qarorlarim hammasi to'g'rimi? Ko'rib chiqishim kerakmi, misol uchun? Men ba'zan ustozlarga anaqada suhbatda savol beraman. Nima narsa sizni yanada baxtli bo'lishingizdan to'sayapti? Agarda baxtli, qarang savolni. Agarda baxtingizni ziyoda qilaman desangiz, kundalik hayotingizga nima narsani qo'shgan bo'lardingiz deyman.
Agar hayotingizni bir kitob deb oladigan bo'lsak, o'sha kitobning nomi qandoq bo'ladi? Agar hayotingizga siz kitobni yozayotgan bo'lsangiz, hayotingizdagi keyingi bob, ya'ni desak, ya'ni kitobdagi keyingi bob, uning nomi qandoq bo'lardi? Deyman, tushunyapsizmi? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qay darajada deb o'ylaysiz? Insonlarga ochiq bo'lishingizdan sizni to'sadigan narsa, e'tibor qarating. Insonlarga ochiq bo'lishingizdan to'sadigan narsa, ularga samimiy bo'lishingizdan to'sadigan narsa sizni o'zingizga bo'lgan ishonchsizligingizmi yoki insonlarga nisbatan bo'ladigan ishonchsizligingizmi? Bu juda ham muhim savollar. Inson o'zini o'rganishi kerak bo'ladi. Nima narsa sizni baxtli qiladi, yuqorida aytganimdek? Nima narsa xafa qiladi sizni? Siz qachon o'zgarasiz va nima narsa o'zgarishdan sizni to'sayapti? Ya'ni bimahiyati zat deyiladi. Inson o'zining haqiqatini, o'zining sifatlarini o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun nima deyiladi? O'zingizdan boshlang deyiladi. Bu juda ham muhim edi. Men juda ham xohlar edim yoshlarga alohida kurs qilishni bu bo'yicha va alohida yosh kattalarga o'zini tanish bo'yicha kurs qilishni. Hayot Ilmiy maktabi tarzda. bo'lib ketadi. Hayot maktabi haqida gap ketyapti. Hayot maktabini alohida loyihasi bo'lishi ham mumkin, yoki hayot maktab kursi ham bo'lishi mumkin. Juda ham xohlardim. Demak, inson o'zini qanaqaligini bilmagach nima bo'ladi? Mana sizga savolda qarang Shahzod. Qanchadan qancha insonlar ajraydi. Aytadiki, men ko'tara olmas ekanman bu mavzuni deydi. Men xato qilman qarorimda deydi. Nima uchun bilasizmi? O'ziga to'g'ri tashxis qo'ya olmadi. O'ziga tashxis qo'ya olmagach, o'zining hayotdagi sherigini, turmush o'rtog'ini va turmush yo'ldoshini tanlashda xato qildi. Nimaga? Chunki o'zini hali yaxshi bilmas edi. O'zini sifatlarini bilmas edi. O'ziga to'g'ri tashxis qo'ya olmas edi. Agar o'zini to'g'ri bilganida edi, u tashxis ikkinchi tomondan nisbatan adashmagan bo'lardi. Bu juda ham muhim tomon. Ustoz, hozir shu yerda savol paydo bo'ldi. Ya'ni, bundan oldingi o'z suhbatda gaplashuvdik-ku, ya'ni to'g'ri juft tanlash haqida biroz gaplashgan bo'ldik. Demak, inson o'ziga to'g'ri juft tanlash uchun avval o'zini yaxshi tanib olishi juda muhim ekanda. Shunaqa tushunsa bo'ladi. Juda ham. Saodatli oila kurslarimizda e'tibor qaratingda, biz saodatni kutamiz. Lekin inson o'zini ichidagi saodatni his qila olmasa, ehtirom kutadi ayolidan. Agar o'zini o'zi ehtirom qila olmasa, ayol kishi mehr kutadi eridan. Agar o'ziga o'zi mehr bera olmasa, ayol kishi ona edi, birinchi o'rinda o'ziga g'amxo'rlik qilib, e'tibor qilib ona bo'la olmasa, savol sizga, qanaqasiga ikkinchi tomon bera oladi? Asli mana shunaqa auradagi shikoyatchi, qaysar, deylik, norozi shaklda holatda yashaydigan insonlar asli mana shunaqa insonlarni o'ziga jalb qiladi. Iloji yo'q. Iloji yo'q. Siz bilasizmi? Adashmasam 1962-yilmikan? An-Nawafiz al-Muhattama degan nazariya bo'lgan. Amerikada bo'ladi. Ikkita psixolog qiladi bu narsani. Ismlar hozir esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Ismlar chunki juda ko'p miyamda. Juda ham mashhur psixolog, bilasizmi? Parchalangan oyna nazariyasi deyiladi. Eshitganmisiz? Yo'q, birinchi. Juda muhim. Bu parchalangan oyna nazariyasi u davlatlarga, jamiyatlarga, kompaniyalarga va oilalarda va shaxs insonni o'ziga juda ham muhim bo'ladigan qoidani ko'rsatib beradi. Bilasizmi, ikkita psixolog nima qiladi? Ikkita mashinani olib kelishadi. Ikkita mashinani olib keladi. Amerikani madaniyatli bir tinch, osoyishta, jinoyat deyarli yo'q bo'lgan joyga bitta mashinani qo'yib qo'yiladi. Ikkinchi mashinani, yangi mashina haqida gap ketyapti. Ikkinchi mashinani aynan chetroq Amerikani jinoyat ko'p bo'ladigan, madaniyatsiz bir rayonga qo'yib qo'yishadi. Tushunyapsizmi? Nima narsa yuz beradi? Bilasizmi, bir necha kun o'tgach ajoyib bir holat yuz beradi. Bir necha kundan keyin boyaginaqa jinoyat sodir bo'ladigan madaniyatsiz rayondagi mashinaga nisbatan tajovuzlar bo'ladi. Mashina oynasi sindiriladi. Ichidagi narsalar o'g'irlanadi. Mashinaga talofat yetkaziladi va hokazo. Deyarli mashinadan hech narsa qolmaydi bir oyning ichida. Lekin eng qiziqarli narsa, ikkinchi mashina juda ham sog' va omonat. Nimaga? Chunki juda ham bir madaniyatli, deyarli jinoyat bo'lmaydigan bir joyga, rayonga qo'yib qo'yilgan bo'ladi mashina. Keyin nima qiladi boyagi psixolog? Keladida boyagi mashinani, ya'ni nima qilamiz? Boyagi jinoyat yo'q joydagi qo'yilgan mashinani oynasini sindiradi. Asta sekinlik bilan
o'sha moshinaga nisbatan tajovuzlar, jinoyatlar sodir bo'ladi. Kimdir ikkinchi xonasini sindiradi, kimdir laboyini sindiradi, kimdir rulni o'g'irlab ketadi, kimdir nimasini olib chiqib ketib qoladi, kimdir ichidagi magnitofonni oladi, kimdir g'ildiragini ichib ketadi va hokazo. Eng qiziqarlisi mana shunda edi. Qachon sodir bo'ladi bu narsa? Qachoniki tasavvur qiling, boyagi moshinaga deylik nisbatan jinoyat sodir bo'lgach, keyin boshqalar bunga jur'at qila oladida. Tushunyapsizmi? Shuning uchun oddiy narsa singan piyola bo'lsa, o'sha piyolani bolangiz sindirib qo'ysa, yana boshqa joyini, siz e'tibor bermaysiz. Nimaga? Chunki piyolani o'zi singan edi. Tushunyapsizmi? Tushuntira oldimmi nima demoqchi ekanligimni? Shuning uchun tasavvur qiling, bu narsa shaxslarda, jamiyatlarda juda ham ta'lim qilinadigan anaqa hisoblanadi. Formula, metod bu juda muhim narsa. Oilada ham kichkina xato bo'ldimi, agarda ayol kishi bunga izn berib qo'ysa, albatta unga nisbatan tajovuz, e'tiborsizlik, hurmatsizlik davom etaveradi va bu oddiy hol bo'ladi. Nimaga? Chunki ikkinchi tomon bunga izn bergan edi. Ikkinchi tomon bunga qo'pol aytadigan bo'lsam, fortichkani ochib bergan edi Shahzod. Xuddi shu singari erkakka ham aytsak bo'ladi. Ehtirom yo'qmi? Hurmati yo'qmi? Gapi yo'qmi? So'zi yo'qmi? Unaqa emas edi. Bir paytlar bu narsa boshlangan edi. U o'zini shu holatga qo'ydi va shunaqa shaxslarni o'ziga jalb qiladigan bo'ldi. Xuddi shundoq gunoh kichikligicha qolmaydi-da. Agar e'tibor bermasangiz, gunoh katta sag'ira kabiraga qarab ketadi. Bu qoidani hayotdagi har qanday jabhaga ham biz qilsak bo'ladi, qo'llasak bo'ladi. O'ta muhim qonun. Shuning uchun aytiladiki, i'raf bimahiyati zat deyiladi. Siz o'zingizni, haqiqatingizni, xarakteringizni, tashxisingizni, nimaga qodirsiz, salohiyatingizni, o'zingizni ayblaringizni, ijobiy nuqtalaringizni, kuchli tomoningiz va kuchsiz tomonlaringizni anglang deyiladi. Bu juda ham muhim edi. Bu narsani bilgach inson keyin nima qiladi? Kerakli joyga ishxonaga boradi. Kerakli loyihani boshlaydi. Ana undan keyin men uylanishga tayyorman deydi. Men turmushga chiqishga tayyorman deydi. O'ziga baho to'g'ri beradi. O'zini taqdirlash hisoblanadi. Buni biz nima deymiz? Samarsenka deyiladi-yu. Bu narsa yuqori bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zini ijobiy va salbiy jihatlarini bilardi-da. Va uchinchisi, bilasizmi nima? 3 ta nuqta bo'yicha aytmoqchi edim. Uchinchisi, inson doimo o'zining shaxsiyatidan yuqoriroq bo'ladigan maqsad qo'ya olish kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim, oddiy narsa. Siz maqsad qo'ydingiz, mashina oldingiz. Uylandingiz. Uy joy dedingiz, qildingiz. Xo'p, undan keyincha, tushunasizmi? Anaqani Dostoyevskiyning bir anaqasi bor, qisqa hikoyasi bor. Inson tug'ildi, yashadi, vafot etdi. Tushunasizmi? Juda ham qisqada. Undan ham qisqa bo'ladi, men aytaman. Inson tug'ildi, vafot etdi. Nimaga? Chunki yashaydigan darajada biron bir yaxshi ish qilgani ham yo'qdi. Shuning uchun uni yashadi deb aytib ham bo'lmaydi. 3-holatda inson tug'ildi va hargiz o'lgani yo'q. Alisher Navoiy hazratlari, men buni ko'p gapiraman. Tushunyapsizmi? Nimaga bu narsa aytilyapti? Qarang, hayotiy maqsadlar bor va hayot maqsadlari bor. Hayotiy maqsadlar nimadir reja qildingiz, erishdingiz 5 yilda, 10 yilda. Undan keyinchi hayotiy maqsadlar bu, bilasizmi, siz vafot etgach qo'yadigan maqsadlaringizga bog'liq. U sizning ma'naviy hayotingizda ham davom etish kerak bo'ladi. Buni topish uchun ancha o'ylash kerak bo'ladi. Ancha muhokama qilish kerak. Inson o'zi bilan o'zi gaplashishligi kerak bo'ladi. U bilan buni hayotiy maqsad bilan hayot maqsadining o'rtasida juda ham katta farq bor edi. Buni topish kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim jihatlar. Shuning uchun buyuk insonlarga qarang, buyuk insonlar doim o'zining deylik shaxsiyatidan ko'ra yuqoriroq nima qiladi? Maqsadlar qo'yadi va albatta erishadi. Mana shunaqa narsalarga qarab qadam tashlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun anglichalarning anaqasi bor, maqoli bor, aytadiki, o'zbek tilida aytadigan bo'lsam, siz deydi oyga borishni maqsad qiling. Juda bo'lmasa bitta yulduzga yetib borarsiz deydi. O'zi Hojiboy ham aytganlar. Shunaqa degan. Demak, ko'rdingizmi? Demak, bitta narsa bor-da. Mana shu 3 ta narsa asosan insonni alam, og'riq bilan yashashdan xalos qiladigan faktorlar hisoblanadi. Qolganlari shundan kelib chiqaveradi. Demak, oilaga kiruvchi inson topsin o'zini hayot nima ekanligi, nima edi? O'sha hayotda uni o'rni qanchalik? To'g'rimi? U qanaqa maqsadni qo'ya oldi? Nimaga yetib boruvchi va qanaqa buyuk narsa qo'ydiki, uni boyaga maqsadi o'ziga ham o'tsin. Chunki agarda hayotga biron bir ortiqcha narsani ziyoda qilmasangiz, qo'shmasangiz,
hayotda siz o'zingiz ortiqcha va ziyoda bo'lasiz. Tushunarli. Bu juda buyuk qonunlar. Mana shunaqa qonunlarni yoshlarimizga o'rgatishimiz kerak. Mana shu savollarga javob olgan holatda agar kiradigan bo'lsin, oilaga deylik o'zi xos bir loyiha qilmoqchi tirikchilik bo'yicha yoki katta bir ishxonaga kiradi yoki o'qishga kiradi yoki bir kichik loyihani boshlaydi. Ishoning, qandoq ish yoki loyiha boshlashdan qat'iy nazar qoqiladimi? Bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyatsizlikka uchraydimi? Bo'lishi mumkin. Lekin noumid bo'ladimi? Yo'q. Hech ham noumid bo'lmaydi. Uning har bir yiqilishi uning uchun start chizig'i degani bo'ladi. U doim har bir yiqilishini, qoqilishini o'zi uchun eng katta dars, saboq va hikmat deydi. Mana shu yiqilishim men uchun start chizig'i deb yana harakatda davom etadi. Siz kasbingizga tayyorgarlik ko'rdingiz, kurs o'qidingiz, universitet o'qidingiz, malaka oshirdingiz, lekin oilaga qanaqa tayyorlandingiz? Statistika shuni ko'rsatadiki, ko'plab ajrimlarni asosida bilimsizlik yotadi. Yo'q, bir-birini tushunmaslik emas, ya'ni o'rganmaslik yotadi. Tabiiyki, har birimizda savol tug'iladi. Qanday inson bilan turmush qurishimiz kerak? Oilada erkak nimani xohlaydi? Ayollarchi? O'zi umuman oilamiz sakinat maskani bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Oilada kelishmovchilik, nizolarni qanday hal qilamiz? Oilada xiyonat bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ushbu savollaringizga javob topishingiz uchun biz Ustoz Muhammadjon Nuriddin bilan birgalikda chuqur amaliy saodatli oila akademiyasi kursini tashkil qilyapmiz. Ushbu kurs oila qurganlar uchun ham, oila qurish arafasida bo'lganlar uchun ham to'g'ri keladi. Joylar soni cheklangan, har doimgidek link pastda. Kursda sizni kutib qolamiz, chunki mustahkam oila tasodif emas, u ongli qarorlar natijasidir. Hozir o'ylab qoldim. Bu tushunchalar oiladan ham qanaqa tushuntirsa bo'lar ekan. Bu tushunchalar oiladan ham kattaroq bo'lgan tushunchalar va buni oila tushunchasi buni ichiga kirib ketib qolar ekanda. Xuddi shuni. Shuning uchun men tepadan boshlashni xohlayman. Misol uchun oddiy narsa. Menga aytadigan hayotning mohiyati, uning ma'nosini bilishdan maqsad nima? Endi nimasiga javob beraman deyman. Nima uchun suitsid? Nima uchun inson o'zini joniga qasd qilish holatlari ko'payib bormoqda haddan tashqari va rivojlangan o'zga to'q davlatlarda? Nima uchun? Chunki eng katta narsa, bilasizmi? Ma'no yo'qmi? Yashashga sabab yo'q. Mana shu yerdan boshlanadi. Yashashga sabab yo'qmi? Demak, inson eng xato, eng jirkanch kerak bo'lsa o'z nafsiga nisbatan nima qiladi? Jinoyatlarni qatl qilish, o'zini halok qilish jinoyatlarini ham sodir qiladi. Nima uchun? Chunki hayotning ma'nosi yo'q edi. Ma'no esa-chi, ma'no yoki missiya deymiz, yashash uchun juda ham muhim edi. Shuning uchun nima deyiladi? Biz hayot va o'lim berdik, qay biringiz go'zal va afzalroq amal qilasiz deb bu yerda missiya va maqsad ochiq oydin ko'rsatib qo'yilyapti. Shunda agarda shu tushunchasi bilan oila tushunchasi kesishmasa, bu oila aniq yo ajrashib ketadi yoki-da qanaqadir yomon oqibatlarga olib keladigan yoki baxtdan bir mosuvo bir oila bo'ladi. Albatta. Yashashdan maqsad yo'qotgan inson, erkak yoki ayol bo'lsin, unga nima qizig'i bor? Oilada yashamadimi yoki yashadimi? Ishxonada yashadimi yoki yashamadimi? Uyda yashadimi, yashamadimi? Unga qizig'i yo'q bu hayotni. Unga biron bir muqaddaslik yo'q. U o'zining mukarram ekanligini ham his qila olmaydi. Shuning uchun ikkinchi shart nima edi? O'zining mohiyatini, u kim ekanligini birinchi o'rinda anglasin. Shaxsiyat juda ham muhim narsa. Misol uchun siz qo'lingizda telefoningiz bor, telefon nima ekanligini bilasiz va shunga munosabatda va muomalada bo'lasiz. Hayotga nisbatan muomalamiz, munosabatimizni to'g'irlashimiz uchun hayotning xarakterini, uning mohiyatini bilishimiz kerak bo'ladi. Mohiyatni bilgandan keyingina nimani xohlashini aniq bilar ekanda va oiladan ham nimani xohlashini aniq qila oladi. Yashang. Shuning uchun mana shu eshik, qasrga kiradigan mana buyuk eshik mana shu edi. Shundan kirib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shuning uchun qanaqadir texnikalar oila haqidagi buni deb qo'ysangiz, buni gapirsangiz, buni olib kelsangiz, bular qachon ish beradi? Buni yarmi ham qachon ish beradi? Qachoniki bu umuman olganda yuqorida 3 ta savolga javob topgach. Mana holat bo'lardi siz. Endi o'zim men
bakalavr mutaxassisligi bo'yicha xalqaro moliyada o'qiganman-ku. Tanishlar atrofida ko'p biznesmenlar boshqa anaqada chaqirishardi va savol berishardi. Mohiyati nima bo'lardi? Biznesmen o'zi nima xohlayotganini o'zida ham bilmas edi. Ya'ni qanaqadir narsa xohlayotdi. Xuloski biz aytardik, aka sizga sehrli tayoqcha kerak deb hazil qilardik-da. Xuddi shunaqa, ya'ni agar oiladan ham yoki o'zi inson hayotdan, ya'ni mana shu tushunchasini, ya'ni nima xohlayotganini aniq qila olmasa, doimiy hayoti nizoni ichida bo'lib qolar ekan. Ya'ni nizo degan mana shunaqa bir muammoni ichida, ya'ni o'shaning uchun avval mana shu narsaga qaytib turib, keyin o'sha mana shu narsani mana shu yo'lni ichida, misol uchun oila tushunchasi o'laroq ham qat'iy qarab ketilyapti, nima qilinyapti degan narsani aniq qilib olsa, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ong deyiladi. Har qanday safar ongdan boshlanadi va ongda tugaydi. Shuning uchun inson hayotidagi eng uzoq safar bir necha santimetrlik safar hisoblanadi. Eng buyuk va eng uzoq safar. Million yoki milliardlab insonlar bu safarni ham nihoyasiga yetib bora olmaydi. Vaholanki bu safar 30-40 santimetrlik o'rtasidagi safar edi. Aql bilan qalb o'rtasidagi safar edi. Shuning uchun aytiladi, nima uchun deyiladi. Men doim aytaman, qandoq qilib emas, qandoq qilsam baxtli bo'laman, qandoq qilsam boy bo'laman, qandoq qilsam aqlli bo'laman. Yo'q, siz bu keyingi savol edi. Nimaga ikkinchi savolga o'tib ketdingiz? Qani birinchi eng asosiy savol, sizni shijoatlantiradigan, sizga harakat beradigan savol nima edi aslida? Nima uchun deng? Nima uchun siz oila qurishingiz kerak? Va javob bitta bo'lmasin, yuzlab bo'lsin. Nima uchun siz yashashga haqlisiz? Mana shunaqa savol beraman shogirdlarimga. Maktabda aytaman, har bir o'quvchi yozib kelsin. Nima uchun siz yashashga haqlisiz? Isbotlab bering. Bilasizmi, bolalar nima deb yozadi? Ajoyib. Chunki meni ota-onam bor dedi. Men ota-onamni hali hajga olib borishim kerak dedi. Men ularning duosini olishim kerak dedi. Ular meni rohatini ko'rish kerak. Men ularning xizmatini qilishim kerak. Men hali ixtiro qilishim kerak. Men O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishim kerak. Chunki u bolalarning javobi juda ajoyib. Ya'ni men yashashim kerak demaydi ular. Nima uchun yashashim kerak ekanligiga ular javoblar topadi-da. Judayam javob topadi. Shuning uchun lider insonlar, biling, buyuk insonlarning eng ko'p beradigan savoli o'ziga nima uchun degan bo'ladi. Nima uchun kerak o'zi aslida? Uch narsani bilishimiz. Nima uchun oila qurishim kerak? Har bir narsa ongdan boshlanadi va ongda tugaydi. Bu ong insonni mukarram, aziz qilishiga sabab bo'ladigan yagona faktor mana shu edi. Ustoz, atrofimizda bo'ydoq do'stlarimiz ko'p-da, hali men aytaman, oldimga kelishganda yokidan o'zimni qarindoshlarim bor. Shu qiz bola jiyanlar. Qo'pol eshitiladi-yu, lekin men aytganimda, ya'ni nima uchun u inson seni turmushga chiqish kerak? Dedim, ya'ni sabab keltir, okey. Yoki misol uchun nima inson senga uylanish kerak degan ma'noda. Ya'ni bu savolni hozir aniqlashtirmasak, ya'ni hozir aniqlashtirib olgan yaxshi, chim ertaga oila qurib, bu savolga javob topolmay oila ajrashib ketgandan ko'radi. Xuddi shunday. Shuning uchun ko'rayotgan kuzatuvchilarga ham aytgan bo'lardim ki, shu 3 ta savolga. Birinchi o'zim umuman aytganda ustoz boya gaplashdik, nima uchun yashashingiz kerak? Ya'ni nima uchun hayotda yashashingiz kerak? Ikkinchisi, agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'sha qiz sizga turmushga chiqishi kerak yoki qiz bola bo'ladigan bo'lsa, nima uchun shu yigit, ya'ni siz xohlayotgan portretdagi yigit sizga turmushga chiqishi kerak degan savolni bir o'zligiga ham aniqlashtirib olsa yaxshi bo'lar ekan. Aynan mana shu savollar qancha ko'p bo'lsin, javobi to'g'rirog'i, qancha metin va sobit bo'lsa, undan keyingi qadam, undan keyingi loyiha, oila bo'lsin, o'qish bo'lsin, ish bo'lsin, safar bo'lsin, ular shuncha muvaffaqiyatga yaqinroq bo'ladi. Chunki bu savol insonning hissiyotiga teguvchi savol va insonni harakatlantiruvchi, shijoat, g'ayrat, rag'bat beruvchi savol edi. Buni esdan chiqarmadik. Biz mana shu haqida o'zi kitob ham bor edi. Simon Sinek degan bitta anaqa bor, chet ellik mutaxassis. Ularni Start With Why degan, ya'ni nima uchun deb boshlagan degan ma'noda kitob yozilgan. U butun boshli. Ajoyib. Ustoz, endi mana umumiy tushuncha haqida gaplashdik. Endi yana ham chuqurroq tushadigan bo'lsak, o'zi oila tushunchasi. Oila tushunchasi aslida nima? Ya'ni shu haqida ozgina kirish qilsak. Qarang, demak oila tushunchasi. Bunaqa deb aytiladi, oila muqaddasdir deyiladi.
to'ppa-to'g'ri. Muqaddas degan u o'ta sharafli, darajasi yuksak, pokiza, hech kim daxldor bo'la olmaydigan bir ijobiy muhit haqida gap ketadi-da. Lekin bilasizmi, bu gap aytiladi. Ammo ko'p holatda oila qanaqa bo'ladi? Oila misol uchun deylik, ba'zi o'rinlarda go'yoki oila mehmonxonadek. Mehmonxona. Borasiz, kelasiz. Yoki bir ijaraga olingan bir joydek misol uchun. Yoki oila, bilasizmi, hissiyot yo'q. Kechirib qo'yasiz. Insonlar emas, xuddi kesaklar bordek. Hissiyot yo'q. Tuproq bilan yashayotganingizdek. O'z oilangizda o'zingiz begonasiz. O'z oilangizga, o'z uyingizga o'zingiz sig'maysiz. Nimaga? Chunki nur yo'q, fayz yo'q, xotirjamlik yo'q, issiqlik yo'q-da, tushunyapsizmi? Bino nuriydi-ku, odam yashab ketsa, yashamasa, ya'ni bino nurab ketibdi deydi o'zbek tilida. To'g'rimi? Ya'ni bino sekin-sekinlik bilan nima qiladi? Eskira boshlaydi. Xuddi shu singari yashang. Uni ichki muhiti ham nima qiladi? Nurab keta boshlaydi. Asta-sekinlik bilan eskira boshlaydi-da. Xo'p, ba'zi o'rinlarda oila faqatgina nima desam bo'ladi? Xuddinki bunaqa narsada Shahzod, buyruqlardan iboratda, go'yoki bir harbiy bir xizmat anaqasiga o'xshaydi. Bo'limiga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Ba'zi o'rinlarda faqatgina oilada ikkinchi tomon, birinchi tomon yoki aks o'laroq bir-birini aybini qidirish bilan ovora. Ya'ni deylik, prokuror o'xshash, prokuratura bir xodimiga o'xshash misol uchun, yoki bir davlat tashkiloti yoki vazirlikka o'xshash. Ya'ni faqatgina nima deydi? Ba'zi o'rinlarda nima qilasiz? Kimdir aybini qidirasiz. Kimdir ikkinchi tomonni, jinoyatchi odamni yoki mahbusni nima qilasiz? Aybini qidirasiz yoki uni tahqirlaysiz. Ba'zi o'rinlarda oila shunaqa o'xshab qolyapti. Biz muqaddas deb aytaveramiz. Xo'p, lekin oila nima edi? Oila menimcha. Keling oddiy tilda gaplashamiz. Oila bu shunaqa bir muhitki, shunaqa bir zaminki, shundoq bir ijobiy bir kemaki, unda siz sevilasiz va sevasiz. Unda siz ehtirom va hurmat qilasiz. Unda siz ehtirom va hurmat ko'rasiz. Unda siz eshitasiz va eshitilasiz. Unda sizning qarorlaringiz eshitiladi. Sizning so'zlaringiz eshitiladi. Unda siz ikkinchi tomon bilan o'zaro tushunib, idrok qilib yashay boshlaysiz. Unda siz mas'uliyatni his qilasiz va ikkinchi tomon ham sizga nisbatan mas'uliyatni his qiladi. Aynan mana shunaqa ijobiy bir baxt o'chog'i oila bo'ladi deb o'ylayman. O'ta qisqa shaklda aytadigan bo'lsam. Har tomon seviladi, ehtirom qilinadi, mas'uliyatni his qilinadi, unda shaxsiyatlar shakllanadi. Siz shakllana boshlaysiz. Demak, qalb jihatidan, vijdon, ruhiyat, aql, tana jihatidan siz har taraflama o'sasiz va o'zgalarni o'sishiga ham hissa qo'shasiz. U joyda tahqirlash yo'q, u joyda adovat yo'q. U joyda choralar bo'lishi mumkin. Faqatgina ikkinchi tomonni o'sishi uchun va bu ham kelishilgan holatda bo'ladi. U joyda o'zaro seviladi. U joyda o'zaro eshitiladi. U joyda o'zaro qarorlar qabul qilinadi. U joyda ikki tomon ham mas'uliyatini va haqlarini bir-biriga nisbatan tushunishadi va qadam tashlashadi. Siz hozir bir narsa haqida o'ylab qoldimda. Ya'ni oilani o'zi qo'rg'on deya olamizmi? Ya'ni agar qo'rg'on deya olsak, uni poydevorlari nima? Ya'ni ana ishonchmi? Ya'ni asosiy, ya'ni uni o'rab turadigan misol nechta devori bor? Agar 4 ta devor, asosiy 4 ta devor deydigan bo'lsak, o'sha eng umuman buzilishi mumkin emas deya oladigan bir poydevorlar qaysilar? Bilasizmi, men bu narsada umumiy javob berishni xohlamas edim. Keling, hozir umumiy javob berishdan oldin javob bermaydi. Undan ko'ra biz erkak va ayolni oiladagi nimani xohlashlarini agar biladigan bo'lsak, ana shunda biz aytsak bo'ladi. Mana shu narsani ichida biz aytib ketaylik. Bitta javob berib ketaylik. Men shuni xohlardim. Xo'p, ustoz. Umumiy olganda oila deganda biz shu narsani tushunishimiz kerak, Shahzod. Oila, ya'ni bitta narsa bor-da. Oila qanaqa joy o'zi? Oila shunaqa joyki, biz har qanday holatda qaytamiz oilaga. Demak,
ikki tomon ham bilasizmi, hatto er xotin bir-biri bilan xato qilsa, urushib qolishsa ham bir-biriga qayta olishsin. Fikrni so'zni ayta olishsin. Bir-birini kechira olishsin. Tasavvur qiling, siz oila mani uyim deysiz. Oila mani uyim deysiz-da. Lekin o'sha uyga siz doim qaytasiz-ku. Siz doim qayta oladigan qadriyatlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi bunaqa bir tushuncha bor o'zi aslida. Majozan aytadigan bo'lsak, menimcha keyingi savolga o'tamizmi yoki gapirib o'raymi? Siz davom ettiring, keyin men o'sha bunaqa tushuncha borda, qarang. Modomiki ayol kishi, mana erkak kishi nimadan yaratildi? yerdan, tuproqdan, Tuproqdan yaratildi, to'g'rimi? Ayol kishicha insonni, ya'ni insondan yaratildi. To'g'rimi? Insondan, ya'ni momo onamiz o'z-o'zidan nima qildilar? Odam, ato, bobomizdan yaratildilar. Endi qarangda, bundoq bo'lgach ba'zi mutaxassislar aytadi-da. Juda chuqur gapirishadi. Bundoq bo'lgach, qarang. Ayolning vatani erkak kishi deydi. Ajoyib mulohaza. Endi men sizga savol beraman. Odatda vatan nima bera olardi? Qarangda, siz boya qo'rg'on haqida gapirdingiz. Mayli, ozgina ichkariga kiramiz. Vatan nima beradi? Vatan qarangda, qadrlaydi. To'g'rimi? Himoya qiladi. Sizni eshitadi. Sizni xatolaringizni, yutuqlaringizni kerak bo'lsa e'tirof etadi. Sizni tahqirlamaydi. Sizni xorlab qo'ymaydi. Siz doim himoya qiladi. Siz har qanday holatda o'sha vatanga bog'liqsiz, unga qarab intilasiz, ehtiyojlaringizni o'sha vatanda topasiz. Boshqa joyga borsangiz, boshqa joyda qila olmaydigan ishlaringizni, yutuqlaringizni aynan vataningizda qila olasizda, o'sha erni oldida qila olasiz. Demak, erkak kishi, esdan chiqarmaylik. Har qanday holatda ayol uchun majozan tushuntiradigan bo'lsam, ayolning vatani hisoblanadi. O'sha vatan o'zining fuqarosiga eng yaqin birlamchi fuqarosi uchun uning ayoli, uning ahli edi. Uning har bir ehtiyojlarini, moddiy, ma'naviy, ruhiy ehtiyojlarini berish kerak bo'ladi. Chunki boyagi ayol o'zining vataniga talpinadi va o'zining vatanini sevadi. Endi savol bo'lishi mumkin. 4 ta davol emas, biz bitta muhim tom haqida gaplashadigan bo'lsak, shunaqa ekan. Lekin erkakning vatanichi. Endi erkak kishi vatangado bo'lsinmi degan. Ertangi kundacha turadi. Erkak kishining vatani bilasizmi? Sokinlik va xotirjamlik bo'ladi. Erkak kishi sokinligini ertalab soat 4 da yo'qotadi. Ba'zi erkaklar soat 5 da, kimdir soat 6 ga qo'yadi o'zinligini. Soatini qo'ygach, siz qo'ygan soat nima qiladi? Sizni uyg'ota boshlaydi soat 4 da deylik. Mana shu joydan inson, erkak kishi o'zining xotirjamligini, sukunatini, sokinligini yo'qotadi. Nima uchun? Endi harakat qilish kerak. O'zi uchun, oilasi uchun, jamiyati uchun, vatani uchun. Nimaga? Chunki erkakda u dunyoni obod qilish kerak edi. U chunki tuproqdan yaratilganda, u yana tuproqni obod qilish kerak, u tashqariga chiqib ketib qoladi. Aynan unga xotirjamlik kerak. Bu haqida gaplashamiz. Demak, erkakning vatani nima bo'ladi? Sokinlik, xotirjamlik va osoyishtalik bo'ladi. Agarda majozan aytadigan bo'lsak, ma'naviy vatan haqida gap ketyapti Shahzod. Ayolning ma'naviy vatani albatta er bo'ladi. Shuning uchun esdan chiqarmang, hatto fuqarolar aytadi, juda muhim narsa. Ayol kishi umuman olganda ijtimoiy ta'minot haqida ko'p ham o'ylashga muhtoj emas. Uning ijtimoiy ta'minotini deylik adasi qiladi. Keyin turmushga chiqadi, keyin eri qiladi. Agarda erdan ajrasa yoki vafot etsa yoki turmushga chiqmagan bo'lsa, yana o'sha oilaga qaytib boradi. Ijtimoiy ta'minot o'z-o'zidan uning adasiga, aka-ukalariga, tog'a amakilariga, do'dalariga, ya'ni yaqin darajada bo'ladi va hammasi erkaklarga nisbatan bo'ladi. Shuning uchun aytiladiki, ayolning vatani uning eridir. Ayolning vatani erkak kishi deydigan bo'lsa, ayol tug'ilgandan to o'lgungacha vatani bor ekan-da. Aslida vatani bor. Shuning uchun bilasizmi, ayolga og'riq nima narsa edi? Ayol kishi uchun og'riqli bo'ladigan narsa
azob beradigan narsa qanchalik kuchli bo'lmasin, qanchalik deylik puldor bo'lmasin, qanchalik do'konlari bo'lmasin kerak bo'lsa, hozirgi tilda aytadigan bo'lsam, qanchalik yaqinlari bo'lmasin, uni suyanadigan, dardini aytadigan, uni eshitadigan erkak kishi yo'qligi hisoblanadi. Aynan bunday erkak yo'qligi ayol kishi uchun juda katta hasrat, alam va og'riq bo'ladi. So'z mana shu bir savol tug'iladi. Ya'ni azoblanmaslik uchun yoki o'zi umuman ijobiy tarafdan olaylik. Ya'ni nima uchun erkak va ayol bir-birini psixologiyasini tushunishi kerak? Ya'ni boshqacha qilib aytgan nima xohlashini, ehtiyojlarini nima uchun bilish kerak? Bir-birini xarakterini nima uchun tushunish kerak degan savol tug'iladi. Ha, demak qarang, Shahzod, juda ajoyib savol. Bu dunyo nimaga o'xshataman men o'zim? Bu dunyoda hamma sotuvchi. Hamma sotuvchi. Nima uchun? Kimdir haqiqatan ham to'g'ri ma'noda sotuvchi bo'lishi mumkin. Lekin bilasizmi? Hamma sotadi-da. Kimdir o'zining g'oyasini sotadi. Kimdir mahsulotini sotadi. Kimdir o'zidagi ma'lumotlarni sotadi. Kimdir xohishlarini sotadi. Siz nimanidir o'tkazishingiz kerak. Siz o'zingizni xohish-istaklaringizni ikkinchi tomonga o'tkazishingiz kerak bo'ladi-da. Demak, bu o'tkazishingiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni gapingizni o'tkazishingiz kerakdir. Bu ham sotishlik. Siz xohish-istaklaringizni o'tkazishingiz kerak ikkinchi tomonga, o'laroq. Bu ham sotishlik edi. Tushuntira oldimmi? Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bu dunyoda hamma nima? Savdogar. Go'yoki biz sotamiz. Nimadir xohlaymiz ikkinchi tomondan. Axir xohishimizni olishimiz uchun nimadir o'tkazishimiz kerak. Kelgan narsani olamiz u. Muammo mana shunday edi, lekin juda ko'p odam uni xohlamaydi. Hamma nimani xohlaydi. Hammani ko'zida ko'zoynagi bor. Mana shu ko'zoynak orqali o'zining shaxsiyatini biladi va olamni taniydi. Va xohlaydiki, hamma u bilan u xohlaganchalik munosabat qilsin. Undaqa bo'lmaydi axir. Har bir insonning shaxsiyati bor. Uni salohiyati bor. Uni qalbiga kirib boradigan eshik bor. Har qanday insonning qalbiga kirib borsangiz, aqlini sizga nisbatan ochadi-da. Tushunyapsizmi? Shuning uchun buni bilishimiz kerak. Men yuqorida aytdim. Misol uchun, ayol kishiga bo'ladigan munosabat va erkakka bo'ladigan munosabat boshqacha. Nimaga? Oddiy narsa. Erkak kishi biz kelishdik. Nimadan yaratilgan? Tuproqdan. Demak, erkak tuproq asldan ajrab chiqqan narsa nima ekan? Erkak ekan. Endi biroz falsafa gapiradigan bo'lsam, endi mana shu tuproqdan ajrab chiqqan erkak o'zining aslidan nima qiladi? O'zining aslidan nasibasini oladi. Ha, erkaklar shuning uchun biroz qo'rsiroq ekanda. Shuning uchun erkaklar biroz hissiyotini ko'rsata olmas ekanda. Shuning uchun erkaklar biroz sovuqroq bo'lar ekanda. Shuning uchun erkakning missiyasi bor, u dunyoni obod qilish kerak edi. Balkim bu sifatlar uni dunyoni obod qilish uchun kerak ekanda. Erkak bilan ayol kishi urushib qolsa, erkak kishi teskari qaraydi, uxlab qoladi. Tamom, 2 daqiqadan keyin ishi ham yo'q. Lekin ayol nima qiladi? Ertalabgacha uxlay olmasligi mumkin. Nimaga? Chunki u tuproqdan yaratilmaganda, u nima qildi? U insondan yaratilgan edi. Qarang, insondan yaratilgach, insondagi sifat, emotsiya, ya'ni hissiyotlar, uni uyg'oqligi, u tirik mavjudot ekanligi ko'proq nima qiladi? Ayolda ko'rinadi. Shuning uchun munosabatlarda ko'pincha ayollar yaxshiroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki insondan yaratilganligi uchun. Nima uchun ayol kishi ko'tara olmadi? Nima uchun deylik bilan bo'ladigan nizoni ko'tara olmadi, ertalabgacha uxlay olmadi? Nimaga? Chunki insondan yaratilganda. Tushunyapsizmi? Mana shunga o'xshagan narsalar bor. Ayolga topshirilgan missiya. Ayol ko'proq nima qiladi? Hissiyotiga bog'liq bo'ladi. Demak, munosabat qilganda biz hissiyotga nima qilishimiz kerak? Urg'u berishimiz kerak bo'ladi. Erkak kishi misol uchun sovuqqon bo'lishi mumkin. Shuning uchun hayot maktabida shunaqa qoidalar bor. Erkak kishini anglang, tushuning, nimasini? Kam gapirishini. Erkakning o'zining g'ori bor, kaf deyiladi. O'zining g'origa kirib ketib qoladi. Tushuning, u tuproqdan yaratilgan. Uni psixologiyasi shundoq. Doimo ham u kimdir o'ylayotgani yo'q. Kimdir haqida xayol qilmayapti. Oiladan qochib ketayotgani yo'q. Ba'zan yolg'iz bo'lish xohlaydi. Nimaga? U shunaqa yaratilgan. Shuning uchun aytaman, erkakni o'zgartirib bo'lmaydi deyman. Uni biologik
biologik yaratilishini, uni DNKsini o'zgartirib bo'lmaydi. Uni hissiyotini o'zgartirib bo'lmaydi. Ayol kishi esa misol uchun nizo bo'ladigan bo'lsa, gapiraman deydi. Yoki kishi ketaman deydi. Yoki ayol kishi aytadiki, ayolni ko'taring va anglang deydi. Anglang deyman. Nimasini? Ko'p gapirishini. Nimaga? Chunki insondan yaratildi. Biz nima deymiz? Bo'ldi, bu mavzuni ochmang, biz ko'tarib bo'ldik, tamom deymiz. Mumkin emas. Shuning uchun biz ikki tomonni farqini bilishimiz kerak bo'ladi. O'zimizning xohishsak, mahsulotimizni ikkinchi tomonga sotishimiz uchun undan eng ijobiy narsasini olishimiz, uni anglashimiz, o'zimiz xohlagan narsani unga o'tkaza olishimiz uchun albatta psixologiyani bilishimiz kerak bo'ladi. Chunki dunyoqarash boshqacha, aql boshqacha. Misol uchun bizning aqlimiz ko'proq erkaklarniki raqamlarga, to'g'rimi? Qarorlarga, aniq narsalarga ishlaydi. Nimaga? Chunki bizga topshirilgan missiya shundan iborat. Ularnikida nima narsa bor? Ayolga ibda bor. Al-ibda degani ijodkorlik bor. Fantaziyalar, xayollar olami, tushunasizmi? Hissiyotlar g'olib bo'ladi. Nima uchun? Chunki unga topshirilgan missiya nima edi? Bola tarbiyasi ham bordi. Eng muhim missiyalardan biri bu bor. Uning uchun agar aniq qaror va raqamlar bo'ladigan bo'lsa, ayol qila olmaydi. Buni qila olmaydi. Uning uchun u alohida o'ziga munosib bo'lgan hissiyot, dunyoqarashga ega bo'lish kerak bo'ladi. Ayoldagi gormon erkak ko'tara olmaydi. Erkakdagi gormonni ayol ko'tara olmaydi, misol uchun. Bola tashab ketasiz, siz 2 soatga 1 yosh bolani 2 oy qaragandek bo'lasiz. Ayol kishi 20 yil qarashi mumkin. Nimaga? Unga topshirilgan missiya shundoq, uning aqli shunaqa ishlaydi. Uning ruhiyati shundoq edi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun biz farqlarni bilishimiz kerak. Farqlar insonning yaralishidan boshlanadi. Farqlar bizning dunyoqarashimizdan boshlanadi. Misol uchun nizo bo'ladigan bo'lsa, erkak tez ketib qolishni xohlaydi. Ayol kishi yo'q, ketmang, hali gaplashamiz deydi, misol uchun. Hozir hal qilamiz deydi. Tushunyapsizmi? Nima uchun? Chunki hissiyot g'olibligidan. Men kimnidir ustiga ostida demoqda emas so'zim. Men har bir insonning topshirgan missiyasiga bog'liq jihoz va qurol berilgan. U nima edi? Uning aqli, uning qalbi, uning yaralishi edi. Shuning uchun oilaga kirib keladigan inson bilish kerak bo'ladi mana shunaqa muhim jihatlarni. Uning uchun alohida bir aniq qilsa podkast qilamiz inshaalloh. Erkak va ayolni, er va xotin o'rtasidagi psixologik farqlar va uni tushunishga bo'lgan ehtiyojlarni alohida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Va bu ham eng muhim eshiklardan biri. Buni bilmasa, nima qiladi inson? O'zining ko'zoynagini taqadi, dunyoni faqatgina shu bitta ko'zoynak bilan ko'ra boshlaydi. Hamma unga o'xshab munosabatda bo'lsin, hamma udek fikrlasin. Unaqa emas, unaqa bo'la olmaydi hech qachon. Har bir inson o'zining xosligi bor, axir. Shuning uchun ham so'z, er xotinga nasihat degan bitta bunday kitob chiqdi-yu. O'shanda yozganda-da, oiladagi baxtga ayol mas'ul. Ya'ni ayol javobgar degan. O'shaning uchun ya'ni ayol kishini hissiyoti insonni, ya'ni ayol kishini his qilgan hissiyotini erkak kishi his qila olmagani uchun, ya'ni erkakning o'ylari boshqa, ayolning o'ylari boshqa bo'lgani uchun baxtga, ya'ni hissiyotiga o'zi, ya'ni baxtga emas, ya'ni hissiyotiga ayol kishi javobgar bo'lsa to'g'riroq bo'lar ekan degan. Bilasiz, bunaqa narsa bor. Men boshqacharoq aytgan bo'lardim. Yoshlar, o'g'il qizlar aytadiki, misol uchun, men turmush ko'rib, to'g'riroq turmushga chiqib baxtli bo'lmoqchiman. Yoki yigit aytadiki, men uylanaman, baxtli bo'laman deydi. Men bilasizmi nima deyman? Unaqa bo'ladigan bo'lsa turmushga chiqmang, uylanmang deyman. Qilmang bu ishni deyman. Nima uchun? Chunki turmushga chiqish yoki uylanish mana shu holatdan oldin ikki tomon o'z baxtli bo'lishi kerak bo'ladi. Siz baxtsiz holatda turmushga chiqib, ikkinchi tomonni baxtli qila olmaysiz. Baxt bizning DNKmizda bor. Bizning yaralishimizda bor. Agarda siz o'sha baxtni yuqoriga chiqara olmasangiz, baxtni his qila olmasangiz, ishoning, payg'ambarlar kelsin, baxtsiz bo'lasiz, sizga baxtni bera olmaydi. Undan ko'ra aytamanki, siz baxtli holatda o'sha turmushni boshlang. O'sha oila dargohini baxtli holatda kirib boring toki ikkinchi tomonga o'sha baxtdan o'lishingizni bering. Sizning baxtligingiz ikkinchi tomonda aks etsin. Ayolingizda, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, sizning baxtligingiz eringizda ko'rinsin va ikki tomonning baxtli farzandlari ko'rinsin deyman. Bu juda muhim qonun. So'z mana shu baxtda yana asosida yoki o'zi umumiy yana sal teparoqdan kelsak, erkak kishi qanaqa his qiladi yoki qanaqa xohlaydi bu narsani, ya'ni nimalarda his qiladi bu narsani, o'sha his qilish uchun erkak kishiga aynan nimalar kerak deydigan bo'lsak.
Ya'ni, Tushundim sizni. hop, bu narsani tushundik. Ya'ni nima bersa ekan, mana shu narsani his qiladi. Hani ehtiyoji okey, nima uchun kerakliligini bilishdi. U narsa endi berishdachi. Aynan. Demak, erkak kishining ehtiyoji, oiladagi ehtiyoji. Ehtiyoj. Oila deylik, yanada ya'ni qarang, oila o'zi, inson o'zi saodatli bo'laveradi. Ikkinchi tomon sizning saodatingiz ziyoda qilsa, nur ustiga alo nur. Lekin sizda saodat his qilmasangiz, ikkinchi tomon bera olmaydi. Demak, bir erkak kishi o'zini saodat, baxtli ekanligini his qila oldi. Shunaqasiga oilaga qadam tashladi, misol uchun. Endi deylik, erkak kishi oiladan nimani xohlaydi? To'g'rimi? Ya'ni qanaqa ehtiyoji bor? Erkak kishi yana barqaror o'zini, misol uchun, yanada saodatli, yanada muvaffaqiyatga erishuvchi erkak bo'lishi uchun nimalarga ega bo'lish kerak bo'ladi? Ikkinchi tomondan nimani xohlaydi? To'g'rimi? Shu haqida savol bo'lyapti-da, tushunishimcha. Juda ham muhim edi. Chunki bitta narsa bor. Oilada muvaffaqiyatga erishmagan inson, deylik, ko'chada, ishxonasida, jamiyatda qay darajada muvaffaqiyatga erishsin, qay darajada erishsa ham bilaylik. Agarda o'sha muvaffaqiyat o'zining oila doirasida, oila davrasida bo'lmasa, u muvaffaqiyat o'z-o'zidan 0 ga teng bo'ladi. Endi qayerdan boshlaymiz biz so'zimizni? Birinchi o'rinda, bilasizmi, siz bu ustunlar haqida gapirdingiz, men gapirdim qisman, lekin ustunlar poydevor bo'ladigan bo'lsa, bitta eng katta zamin bo'ladigan bo'lsa, eng katta zamin, bilasizmi, erkak kishi xohlaydigan, biz bugun 5 ga 5 degan narsa haqida gaplashamiz. 5 + 5, misol uchun. 5 ta erkak kishi xohlagan narsa va 5 ta ayol kishi istagan narsa edi. Demak, shaxsiyat juda ham muhim narsa. Erkak kishi inson sifatida juda ko'p narsani xohlashi mumkin. To'g'rimi? Yoki ayol juda ko'p narsani xohlashi mumkin. Keling, biz 5 ta ustun haqida gaplashamiz bugun. Ya'ni siz aytganingizdek 4 ta devor va bitta tom. Uy yuzaga keladi. Biz misol uchun deylik zamin haqida gaplashdik. Zamin u tuproq, u vatan edi. Ayol kishi uchun uni biz poydevor dedik. Hozirgi kunda rus tilida fundament deymiz. Bu narsa haqida gaplashdik, ikki tomonni. Biz fundament qurdik. Ayol kishi uchun fundament vatani, deylik, erkak kishi edi. Oqil erkak edi. Samimiy erkak edi. Sodiq erkak edi. Xolis erkak edi. Bu zamin edi. Misol uchun, to'g'rimi? Endi buni misol uchun 4 ta devori bor va bitta tomi bor. Bu haqida ham gaplashaylik. Xo'p, nima edi bu narsa? Nima edi? Erkak kishi nimani xohlaydi birinchi o'rinda? Erkak kishi, bilasizmi, hatto ayoli unga muhabbat qilishi darajadan ham yuksakroq va yuqoriroq bo'ladigan sifat bor. Yuqoriroq, undan-da muhim. Ayoli sevishimi? Muhim. Lekin undan-da muhim narsa bormi? Albatta bor. Uning geniga, uning yaralishiga, uning DNKsiga, uning missiyasiga, uning erkakligiga munosib bo'ladigan bitta sifat bor. 180% kerak bo'lsa egallaydi. Shunaqa muhim narsa. Bu narsa nima edi? Ehtirom va hurmat edi. Juda ham muhim edi. Erkak kishi xohlaydi. Bilasizmi? Men bilaman, men bu narsani aytib turgan bilan meni kimdir aytadiki, bu erkak unga haqli emas. Bu erkak o'z mas'uliyatini his qilmaydi. Bu erkak o'zi erkak emas. Bu erkak o'zi deylik shunaqa sifatlarga ega. Uning bunaqa odatlari bor. Kelingki biz har bir narsani chetga qo'yamiz. Qo'yingki, hammasini chetga qo'yamiz, biz aytamizki, biz bilamiz. Juda ko'p insonlar bor. Juda ko'p erkaklar bor. Balkim bu narsaga haqli bo'lmagan erkaklar ham bordir. Lekin biz bu so'zlarni hammasini chetga qo'yamiz. Aytamizki, har qanday erkak kishi bo'lganligi uchun u ehtirom va hurmat qilmoqlikka haqlidir deymiz. Mana shu yerdan so'zimizni boshlaymiz kerak. Xo'p, qanaqasiga? Qanday yuz beradi bu narsa? U 5 ga 5 qonuni boshlandi. Oddiyroq shaklda gapiramiz. 5 ga 5. U qanaqa erkak edi, qarang. Bu erkak shunaqaki, u ehtirom va hurmat xohlaydigan erkak edi. Chunki o'zining g'ururini, o'zining yasini ushlab turish kerak edi. Men degan narsa ushlash kerak edi. Nimaga? Chunki jamiyatda uning o'rni bordi. Jamiyatda u dunyoni obod qiladi. U oilasiga nafaqa qiladi. U tirikchilik qiladi. U ko'chada ko'p yuradi. Unga mana shu narsani, mana shu jihoz, g'urur jihozi juda ham kerak edi. G'urur degan mutakabbirlik emas. U o'zining meni edi. Ya'ni bu erkak nima qilasiz? Bu erkakni tinglash kerak bo'ladi.
Misol uchun, xato gapiradimi? To'g'ri, 100% to'g'ri gapiradigan insonni o'zi yo'q. Payg'ambarlar 100% to'g'ri gapiradi. To'g'rimi? Mayli xato gapirsa ham. Lekin ayol, oqila ayol qanaqadir vaqtni topib, vaziyatni topib, o'sha holat xato edi, gap xato ekanligini ayta oladi. Ammo erkak kishi bo'lganligi uchun tinglaydi-da. So'zni bo'lmaydi. Ovozni baland ko'tarmaydi. Kerak bo'lsa farzandlarini uning oldida, erning oldida delik shaxsiyatiga tegmaydi. O'zi umuman mumkin emas bo'lgan narsa aslida bu. Farzandlarga baqirmaydi erni oldida. Uning qarorlarini hurmat va ehtirom qiladi. Garchi xato qaror bo'lsa ham o'z vaqtida keyin aytadi xato ekanligini. Chunki ayol oqila edi-da. Uni hech qachon qiyoslamaydi. Uni hech qachon taqqoslamaydi. Uni hech qachon solishtirmaydi. Chunki uni solishtira boshladimi, o'zidan erkak kishini o'ziga bo'lgan ishonch, o'zining men degan narsasi va o'zining g'ururiga, o'zining kuch-quvvatini sindirgan bo'ladi. Uning shaxsiyatini sindirgan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu erkak nimaga muhtoj edi? Ya'ni ehtiromga muhtoj edi. Ehtirom degani bu nima qiladi ayol kishi? Adasmasni bilaman deydi. Adasi siz qila olasiz deydi. Adasi sizni qo'lingizdan keladi deydi. Olib kelgan narsasiga tashakkur etadi. Tushunasizmi? Unga doim motivatsiya beradi. Xadicha onamizdek yer yuzida Payg'ambar alayhissalomga kimdir motivatsiya berganmi-kan? Yaqinda Kanadadagi bir milliarder odam aytibdi-da. Endi uni sitvoy gostinitsalari bor ekan, mehmonxonalari, tarmoqli mehmonxonalari bor ekan. U odamga savol berildi. Eng ko'p yordam beruvchi shaxs kim mana shu ishlaringizda dedi. Ayolim dedi. Qanaqasiga dedi? Sukuti bilan dedi. Sukuti bilan. Qanaqasiga ayolga sukut bilan yordam berish mumkin? Ishoning deyapti boyagi odam. Men ba'zan kech kelaman. Men bilasizmi, men juda ko'p endi Kanadada birinchi raqamli odam. Men dedi bir qancha loyihalar bilan yuraman. Men ba'zan kunlab bo'lmasligim mumkin. Doim ayolimga chiqaman, aytaman qattaligimni, hammasi aytaman. Lekin hech qachon siz oilani esdan chiqarib qo'ydingiz. Oilani tark qildingiz. Biz ikkinchi o'ringa tushib qoldik demas edi. Mani loyihamni doim qo'llab-quvvatlagan, adasi siz qila olasiz. Sizga biz ishonamiz. Sizda qudrat bor, sizda imkoniyat bor, sizda salohiyat bor deydigan inson mani ayolim edi. Ishoning, mana shundan keyin men bu ishlarni qila oldim dedi. Shuning uchun men doim aytaman nimani bilasizmi? Har qandoq buyuk erkakning ortida buyuk ayol turadi. Siz ishonasizmi? Ba'zi suhbatlarimni ayolimga birinchi gapirib beraman. Ayolimga gapirib beraman. Fikr, mulohazalarimni, suhbatlarimni ayolimga gapirib beraman. Ayolim aytsa-ki, "Ha, buni gapirsangiz bo'ladi." Haqiqatan ham jamiyatda bu og'riqli joy. Ayollar buni tushunadi. Ayollarga aynan mana shu narsa kerak. Shu narsa yetishmayapti oilalarda. Desagina keyin men chiqaman. Keyin gapiraman. Ishonasizmi shu narsaga? Tushunasizmi? Shuning uchun har qanday buyuk erkakning ortida buyuk oqila ayol turadi. Tushuntira oldimmi? O'z jamiyatida o'zining roliga ega bo'lmagan kichik erkakning ortida kichik erkaklar turadi. Kichik ayol. Kechirasiz, kichik ayollar turadi. Mana shu narsa. Shuning uchun erkak kishi birinchi o'rinda kim bo'lishidan qat'iy nazar ehtiromga muhtojmiz. Nimaga? Biz mana shunaqa yaratilganmiz. Bu haqida alohida yana qaytamiz, ya'ni podkastlarimizda nasib qilsa. Lekin umuman erkak kishi 5 ta narsaga muhtoj. Erkakning maksimum energiyasini, maksimum salohiyatini olmoqchimisiz? Maksimum oila uchun, jamiyat uchun xizmat qiladigan bo'lishni xohlamoqchimisiz? Erkak kishi to'l bor rejimda ishlashni xohlamoqchimisiz? Albatta uni birinchi o'rinda ehtirom qiling. Qolganlari keyin keladi. Misol uchun, qolganlari nima edi? Ikkinchisi savol bor. Labbi. Hozir shunaqa xulosa kelyapti, ya'ni mana bizda ko'p murojaatlar bo'ladi-yu, ya'ni oila maktabida kommentariyalar diyor, sizni direktingizga endi boshqaruv bizada bo'lgani uchun biz aytar ekanmiz, ya'ni erkak agar uyda tan olinmas ekan, ya'ni ko'chada undan qanaqadir erkaklikni talab qilish foydasiz ekan. Ya'ni mana shunaqa, ya'ni ayollarga anaqa bo'lsinki, ya'ni xulosa bo'lsinki, siz
eringizdan ya'ni erkaklik kutyapsizmi, birinchi unga erkakligini his qildiring desak, menimcha to'g'ri bo'lar ekanda. Albatta. O'shaning uchun ya'ni ustozlar aytisharki, ya'ni uyida erkak kishi bo'lgan, oiladan qiz olgan degan narsani mohiyati ham shunday ekanda. Chunki uni onasi, otasiga uni erkakligini his qildirgan va shunaqa bir motivatsiya qila olgan. Yashang. Mana shu joyda men bitta narsani qo'shimcha qilaman. Yevropadan yoki Amerikadan kirib kelayotgan narsalar ehtam benafsik deyiladi. O'zingdan boshla va o'zingni o'ylagin. Xato shior. Bu shior to'g'ri qisman, xato qisman. Endi buni hozir to'liq ocha olmaymiz bitta. Soatlab vaqt ketib qoladi. Lekin men nima demoqchiman, bilasizmi? Ba'zi ayollar naqad fikrlashi mumkin. Nimaga faqatgina erim aytgani bo'ladi? Nimaga erkak kishi rahbar? Nimaga erkak kishining so'zini olinish kerak bo'ladi? Degan narsa bo'ladi-da. Degan e'tiroz bo'ladi ayollarning ichida. Keling, shu bo'yicha ham qisman to'xtalaylik. 3 daqiqa. Bilasizmi qanaqa javob beraman? Men aytamanki, mulohazangiz to'g'ri deyman. Agarda yuzaki qaraydigan bo'lsak, juda to'g'ri mulohaza, chunki har bir ayol o'zining xohish istagi, shaxsiyati, hayoti, salohiyati va hokazosi bor. To'g'rimi? Endi qarang. Lekin yaxshilab qaraylik. Har qanaqa davlatlarga qarang. Katta kompaniyalarga qarang. Har bir joyda qarang. Har bir joyda rahbar bor. Rahbarlik degani u sharaf degani emas. Rahbarlik u mas'uliyat. Bu mas'uliyat erkak kishiga topshirildi nima uchun? Ikkita sifat bor. Erkak kishi biologik oilasini himoya qila oladi, jismonan u kuchli ekanligi uchun va ikkinchidan u oilasiga nafaqa qilganligi uchun, xarajat qilganligi uchun. Mana shu ikkita sifat nima qilindi? Hatto Qur'onda aynan ikkita sifat aytildi-da. Xo'p, demak ikkita sifat keldi. Demak eringiz rahbar. Rahbar degani tasavvur qiling. Har bir tashkilotni agar ikkita rahbar bo'lsa qayerga qarab boradi? Har bir davlat ikkita rahbar bo'lsa qayerga qarab ketib qoladi? Har bir kompaniyaning rahbari ikkita, 3ta, 4ta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni cho'pon ikkita bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, nima bo'ladi poda bilan? Bu savolga javob bering deyman. Endi lekin deyman, bilib qo'yinglar deyman. Rahbarlik buni suiiste'mol qilib bo'lmaydi. Bu sharaf emas. Bu imtiyoz emas. Bu faqatgina mas'uliyat. Va bu mas'uliyatni nima qildi? Aynan erkak kishiga berildi. Chunki erkak kishi so'raladi, ayol so'ralmaydi. Chunki ayol mukarram, aziz, latofatli, nozik, ya'ni mana shunaqa nozik mavjudot bo'lganligi uchun. Lekin mana shu joyda joyi bor. Erkak kishi suiiste'mol qilmaydi. U rahbarligini ya'ni adolat bilan odolona hukm qiladi. Haddidan oshmaydi. Chegaralarni, qizil chiziqlarni o'tmaydi. Shaxsiyatga tegmaydi. Zulm qilmaydi. Haqlarni poymol qilmaydi. Erkak kishiga taalluqli bo'ladigan o'rinda, oilada erkak kishini o'zi hal qiladi. Ayolga taalluqli bo'ladigan o'rinda onajonasi, o'zingiz gaplashing, qizimiz bilan nima der ekanlar deydi. Misol uchun, bu vaqtda men erkakman demaydi. Ayolga taalluqli bo'ladigan o'rinlar 200 ta erkak ham bu narsani o'z o'rniga qo'ymaydi. Bunda ayol kishining so'zi so'z bo'ladi va 3-mushtarak maydon deyiladi. Bu o'rtada umumiy maydon bor. Mana bu o'rinda erkak bilan ayol o'zaro muhokama qiladi. Bir payt men qadam tashlayman, keyin ayolim menga qadam tashlaydi va hokazo bo'ladi. Mana shunaqasiga hal qilinadi. Tushuntira oldimmi? Demak, ehtirom deganda hozir endi yana ba'zi bir joylarga o'tdik, ya'ni qanaqadir joylar ochiq qolib ketmasligi uchun. Ikkinchi o'rindagi erkak kishining xohishi. Bu erkak kishining missiyasiga bog'langan narsa. O'z-o'zidan. Nima narsa edi? Bu haqida gaplashdik. Lekin buni biz 5 tada ikkinchisi qilamiz. Bu narsa nima edi? Bu narsa o'z-o'zidan nima narsani xohlaydi? As-sakan va tum'anina deyiladi. Mutaxassislar tilida. Erkak kishi xohlaydigan narsa u sokinlik, xotirjamlik. U o'ta muhim edi erkak kishiga. Nima uchun? Men yuqorida aytdim. Erkak kishi deylik soatini qo'ydi, telefonini qo'ydi, soat 4 da turaman deb. Bu uning tinchligi to'rdan buzildi o'zi aslida. U nima qilish kerak bo'ladi? U dunyoga sho'ng'iydi. U dunyoni obod qilish kerak. Kimdir aka, kimdir uka deydi. Kimdir haqqini poymol qiladi. Kimdir unga xiyonat qiladi. Kimdir haqqini oladi. Kimdir unga tajovuz qiladi. Tushunasizmi? Erkak kishi ularning hammasini bosib o'tish kerak bo'ladi-da va kichkina bo'lsa ham ro'zg'orini oxir oqibat kechga
oilasiga ko'tarib kelish kerak bo'ladi. Chunki oilani himoya qilish, oilani yuksaklikka ko'tarish, bolalarni o'qitish, ayolini ehtirom, ya'ni ehtirom emas, keling, ayolining nafaqasi, oilaning himoyasi uning zimmasida edi. Uning hammasini o'z zimmasiga oldi. Nima? Erkak o'laroq. Shuning uchun u, bilasizmi, nimaga o'xshaydi? Mana shu o'rinda bir juda yaxshi o'xshatish bor. Mutaxassislar aytadi bu narsani ham. Aynan jasm al-mutawwa bu narsani aytadilar. Bilasizmi, erkak kishi xuddi kema o'zini anaqasini tashiydi-yu, nima deymiz? Langarni portga kelganda tashiydi, to'g'rimi? Mana shu joyda omonlik, xotirjamlik, tinchlik topadi. Chunki u minglab kilometrlarni, dengizlarni bosib kelgan bo'ladi-da, qancha to'fonlarni ko'rgan bo'ladi. To'g'rimi? Qancha deylik keskin shamollarni ko'rgan bo'ladi. Og'ir holatlarni ko'rgan bo'ladi. Cho'kib ketay deydi, halok bo'lay deydi kema ham, misol uchun. To'g'rimi? To'lqinlarni ko'radi, yiqitadigan, halok qiladigan, lekin tikka oladi o'zini. Yetib keladi oxir oqibati o'zini oxirgi manziliga, langarni tashiydi va xotirjamlik topadi. Xuddi shu singari langar tashiydigan joy erkak kishi uchun nima edi? Oilasi edi. U oilada shuni xohlaydi. Shuning uchun oqila ayollar va juda ko'p bunaqa onalarimiz, opalarimiz, juda ham ko'p singillarimiz nima qiladi bilasizmi? Ular nima qilishadi? Ular erkak kishi kelganda birdaniga so'rovlar bilan, muammolar bilan, nizolar bilan, uyning kamchiliklari bilan, bolalarning ehtiyoji bilan, o'zining xohishlari bilan hujum qilmaydi. Balkim go'yoki hamma narsa o'z o'rnidagidek, boyagi erkak kishiga muhtoj bo'ladigan psixologik ehtiyojlarni, eng muhim ehtiyojni erkak kishiga beradi. Yeydi, ichadi, o'tiradi, gaplashadi. Qanaqadir vaqt, fursat soati kelganda asta-sekinligi bilan oiladagi kamomatlar, bolalardagi kamchiliklar, o'zining ehtiyojlarini vaqt soati bilan aytadi. Nima uchun? Chunki u ayol oqila, dono ayol edi. Esdan chiqarmang. Shuning uchun erkak kishiga bu narsa kerak. Erkak kishi buni yo'qotdimi? Xotirjamligini yo'qotdimi? Hech qayerda topa olmadimi? Tamom. Ya'ni beqaror erkak bo'ladi. Subutsiz erkak bo'ladi. Qarorlarni qabul qila olmaydi. Uning emotsiyasi o'ynaydi. Pastdan tepaga chiqadi. Ko'proq janjal qiladigan erkak bo'ladi, misol uchun. Nizo qiladi ko'chada. O'zining nasibasini ola olmaydi. Haqqini talab qila olmaydi. Nima uchun? Chunki eng muhim bo'ladigan portini, ya'ni boyaginaqa maskanini, langarni tashiydigan joy yo'q edi-da. Mana shu joyga muhtoj bo'ladi. Bu narsani opa-singillarimiz albatta anglashlari kerak bo'ladi. Ijobiy va to'g'ri ma'noda. Shunda o'shaning uchun siz mutaxassislar ham ko'p mana chet elda ham o'sha oila institutlari bo'yicha tadqiqot olib boradigan bir mutaxassislar aytadiki, er ishdan kelgandan keyin qo'y tema, ya'ni biroz tinsin, chunki dunyo shovqinidan kelyapti u. Ya'ni tinchlik topgani kelyapti, ya'ni u yerda ham qanaqadir muammoni hal qilishga emas. Xuddi shunday. Jon Gatman misol uchun, bu bo'yicha dunyoning eng yirik mutaxassislaridan biri hisoblanadi. Har bir aytilgan so'z alohida tadqiqot laboratoriya qilinadi. Endi qarang, tasavvur qiling, 21-asrda shu narsalar bo'lyapti. Endi deylik bir sahobiya ayol o'g'ilchasi vafot etdi. Qarang, hech qanaqa ta'lim yo'q. Hech qanday institut yo'q. Misol uchun hech qanday ilmiy jurnallar yoki deylik Jon Gatmanlar yo'q, misol uchun. Degan sahobiyani e'tiqodi bor, iymoni bor, vijdoni bor, oqilaligi bor edi. Nima qildi? O'g'li vafot etdi. Eri kelganida o'g'lini chaqirgan, o'g'li vafot dedi. Tushunasizmi? O'g'limiz uxlab yotibdi dedi. Erini yedirdi, ichirdi, hol ahvolini so'radi, gaplashib o'tirishdi. Va er xotin o'rtasidagi xos munosabat ham bo'ldi. Hamma narsa bo'lgach, eriga o'sha xotirjamlikni, sokinlikni, omonlikni bergach, boyagi oqila sahobiya ayol nima qildi? Keyin o'g'lining vafot etganligini aytdi. Bu qissa juda ham uzun, davomi ketadi, lekin hozir davom bizga kerak emas. Mana shu joyni o'zi aytmoqchi edim. Demak, bu ikkita bo'ldi. Uchinchisi, nima narsa kerak? Nima kerakki, erkak kishi maksimum o'zini jamiyatda va oilada ko'rsata olsin va maksimum ayolga o'zining mehrini, e'tiborini, borini bersin. Nima narsa edi bu narsa? Al-qubul. Al-qubul deyiladi mutaxassislar tilida. Yani bilasizmi? Va adamil muhavala ala at-taghyir dedi. Ayol kishi, mana shu uchinchisini men bitta qilib kiritdim. Erkak kishini qabul qilish kerak.
qabul qilinadi va uni o'zgartirishga harakat qilmaydi. Bu juda og'ir eshitiladi hozir eshitilsa. Buni minglab ayollar inkor qilishi mumkin, qilmasligi mumkin, tanqid qilishi ham mumkin. Albatta, har kim hur. Har kim o'zining qarori bor. Lekin men bu narsani boshqacha tushuntiraman, bilasizmi? Bu narsa erkak kishining psixologiyasidan keladi. Ayol kishi o'ylaydiki, turmushga chiqqach, deylik, go'yoki erkak kishi uni qo'lidagi nima deymiz, buni buyuk mutaxassislar gapirishadi. Dunyoning buyuklari gapiradi. Mana shu masalani 9 ta dunyoning buyuk mutaxassislar bo'lgandim. Dunyoni 9 ta buyuk mutaxassislar. Hammasi bir xil gapirishyapti. Bir xil yozishyapti. Tasavvur qiling, bu juda katta ilmiy bahs o'zi aslida. Go'yoki ayol kishi, qarang, erini bir elastik bir buyumga o'xshataman. Xohlaganimcha men o'zgartira olaman dedi. Yo'q, men aytamanki, menga qarang deyman. Erkak kishini dunyoda hech kim o'zgartira olmaydi. Erkak kishini o'zini erkakligi bor. U tuproqdan olingan edi. U kam gap. U hissiyoti qisman o'lik. U o'ta shijoatli, ya'ni ayoldek bo'la olmaydi. Ba'zi bir narsalarda siz o'zingizga o'xshatmang. Agar o'xshatsangiz yashay olmaysiz. Bilasizmi, energiya bor. Erkaklik energiyasi toqat deyiladi va ayollikniki. Har qanday erkakda ayolning anaqasi bo'ladi, energiyasi bo'ladi. 80 ga 20. Har qanaqa erkakda ayolliki ayolda erkakniki bo'ladi. 80 ga 20 bo'ladi o'rta hisobda. Ba'zan ayol ajrasa yoki deylik bemehr otani qo'lida katta bo'lsa yoki og'ir hodisalarni hayotida ko'rgan bo'lsa, uning erkaklik gormoni va energiyasi ko'payib boraveradi. 80 ga 20 bo'lmaydi. U erkak ayol shaxsiyati erkaklashib boradi. Ba'zan erkakda buni aksi bo'lishi mumkin. Lekin bular bir-biriga munosib. Agarda ayol erkakdek bo'lib qolsa, yashay olmaydi. Erkak ayoldek bo'lsa, yashay olmaydi. Tasavvur qiling, uyga keldingiz. Ayolingiz hech narsa gapirmaydi. Ovqatingiz qo'yildi, xizmatingiz qildi, sukut faqat. Donolarcha. O'ta jiddiy holat. Tushunyapsizmi? Buni qabul qilish kerak. Erkak kishini ba'zi odatlari bor. U oilaga aziyat bermaydi. Misol uchun, kichik odatlari bo'lishi mumkin, ko'p gapirishi mumkin. Bu odatlarni ayol kishi qabul qilish kerak. O'zgartiraman demasin. O'zgartirish bo'yicha bor yo'l. Bor, albatta yo'l bor. Nima qilish kerak bo'ladi? Undan ko'ra erkakni modomiki uni salbiy odatlari bolalarga, oilaga ta'sir qilmayaptimi? Qabul qiling. Shaxs sifatida qabul qiling uni. Va nima qilish kerak bo'ladi desam, men aytamanki, uni ijobiy jihatlariga e'tibor qaratish kerak erkak kishini. Ijobiy jihatlariga. Ha, o'zgartirsa bo'ladimi? Ha, erkak ham o'zining odatlarini ba'zi bir narsani o'zgartira oladi. Qachoniki ayol tarkiz deyiladi. O'zining diqqatini erkakning ijobiy jihatlariga qaratsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zgartirsa bo'ladigan jihati bor. Ayol kishi o'zicha baxtli ekanligini yashab erga ko'rsatib bera olsa, qaysi ma'noda? Ayol, oqila ayol, erning xizmati, ayolning xizmati hammasi o'z o'rnida. Lekin erkak kishi qanaqadir e'tibor bermayapti-da. Sovuqqon bo'lib qolgan. Nima qilish kerak bo'ladi deyman. Men odatda aytamanki, siz o'zingiz bilan baxt bo'ling deyman. Chegara qo'ying, o'zingiz bilan band bo'ling. Siz baxtli ekanligingizni ko'rsata oling. Siz yaxshi ko'rgan hobbilar bo'ladi, adabiyotlar bo'ladi, ishlar bo'ladi, yaqinlaringiz bo'ladi. Siz shaxs sifatida rivojlaning, ijobiy jihatida o'sing. Ijobiy jihatida o'sa boshlang deyman. Ana shunda erkak kishi nima qiladi? Ayolning bu holatni ko'rsa, u erisidan baxtli bo'la olishini ko'rsa, ishoning, bironta erkak ko'tara olmaydi bu narsani. Va har qanday erkak ayoliga qarab qadam tashlay boshlaydi. Mana formula. Bu formula. Shuning uchun nima qilamiz? Uni men o'zgartirib tashlayman. Yo'q, undan ko'ra ijobiy jihatiga e'tibor qarating. Ikkita formulani men gapirdim. Va erkak kishini o'zgartiraman demang. Lekin ikkita yo'l orqali o'zgartirsa bo'ladi deb o'ylayman. To'rtinchisi, shaxsiy masofa yoki makon deyman men bu narsani. Ya'ni yuqorida aytilgandek, erkak kishini o'zining shaxsiy g'ori bo'ladi. G'or. Ba'zan erkak kishi o'sha g'orga qarab kirib ketib qoladi. Tushunyapsizmi? Buni mutaxassislar hozir tilda shunaqa tushuntiradi. Gavur rijal deyiladi arab tilida. Buni o'zining terminlari bor. Endi bu narsa xalqaro eng oxirgi adabiyotlarda yoziladi aslida. Xo'p, bu nima degani? Bu degani erkakka shunaqa yaratilganki, biz shunaqamizki,
ba'zan yolg'iz bo'lgimiz keladi. Oqila ayol erining oldida bo'ladida, lekin uni yolg'iz his qildira oladi. E'tibor bering. Eng dono va oqila ayol doim erining yonida bo'ladi. Fikrlari bilan, so'zi bilan, motivatsiyasi bilan, rag'bati bilan, ijobiy qarashlari bilan erining oldida bo'ladi va erini kerak bo'lsa yolg'iz his qila oladi. His qildira oladi. Mana shu eng dono ayolning mahorati o'zi aslida. Juda ko'p ayollar balkim qodir emas. Shuning uchun podkastlar kerak, shuning uchun treninglar kerak bo'ladi. Nima uchun bu narsa kerak erkak kishiga? Erkak kishi tasavvur qiling, ko'chadan keldi. U boyagi to'fonni bosib o'tdi. U jang qildi. Oson emas. Nafaqa oson emas. Pul topish oson emas. Halol mehnat oson emas. Oilasining sha'nini ko'taraman deyish oson emas. Yana bilingki, yana aytiladiki, bilasizmi? Arab tilida aytadigan bo'lsam, al-aba saq lil usra deyiladi, ya'ni avlil abna deyiladi. Ya'ni otalar farzandlari uchun delik tom. Bu tom qancha yuqori bo'lsa, shuncha oila, shuncha bola ko'tariladi. Ma'naviy, moddiy, har taraflama. Lekin buning uchun erkak kishi yuqori bo'lish kerak bo'ladi. Kamdan-kam farzand o'tib ketadi ota-onasidan. Shuning uchun erkak kishi ba'zan charchaydi. Yolg'iz bo'lgisi keladi. Yolg'izligi oilani davrasida bo'ladi ba'zan. Jim bo'ladi. Jim bo'ldi degani oiladan voz kechdi degani emas. Jim bo'ldi degani ikkinchi kimnidir xayolida o'ylayapti degani emas. Aksar holatda albatta men hamma erkaklar haqida javob bera olmayman. Misol uchun, yoki o'zining xonasida ko'proq qolib ketdi degani, tushunyapsizmi? U oiladan yuz o'girdi degani emas. Ayniqsa 40 yoshdan keyin erkak kishini deylik o'sha baxt yoki zavq garmoni ko'tarish uchun albatta do'stlar davrasi juda ham muhim bo'ladi. Albatta oila hisobidan emas, lekin do'stlar davrasida biron qanaqadir muddat ko'proq bo'lib qoldi, ko'proq e'tibor qiladigan bo'ldi degani bu oiladan voz kechdi degani emas. Lekin erkaklar ham bu narsani albatta oilaning hisobidan qilish kerak emas. Ammo oqila ayol buni tushunish kerak bo'ladi. Erkak kishini o'zining shaxsiy makoni, shaxsiy masofasi, o'zining g'ori bor. Bu g'orga erkak kishi nima qiladi? Bir kirib ketish kerak bo'ladi. Nima uchun bilasizmi? Juda katta energiya oladi. Toki yana o'zining oilasiga juda katta energiya bilan, juda ijobiy bir kuch, quvvat bilan qaytishi uchun. Tushuntira oldimmi? Mana shu ma'noni erkaklar suiiste'mol qilmagan holatda foydalanish kerak bo'ladi va ayollar misol uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak bo'ladi deb o'ylayman. Bu g'or o'zining uyida bo'ladi ba'zan. Bu g'or oilada, deylik, dasturxon davrasida bo'lishi mumkin. Sukut saqlaganligi uchun. Shuning uchun aytdimki, oiladagi voqelikka bir munosib 10 ta qonun bo'lsa, 10 tadan bittasi erkak kam gapiradi. Ko'taring, anglang, tushuning. Ayol ko'p gapiradi. Ko'taring, anglang va tushuning deyiladi. Demak, 5-inchisi erkak kishi muhtoj bo'ladigan narsa uning ehtiyoji edi. Vizual va hissiy joziba edi. Qanaqasiga? Erkak kishi bilasizmi, ko'zi bilan sevadi-da. Testlarimiz bor, bilasiz. Erkak kishi quloqmi yoki ko'zmi desa, ayol kishi quloq biladi. Qulog'i bilan yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Erkak kishi ko'zi bilan. Biz nima qilamiz? Biz ko'proq dekorga e'tibor beradigan mavjudotmiz. Ya'ni hamma erkak shunaqa. Shuning uchun 5-ehtiyoj nima edi? Vizual va hissiy joziba. Ayol kishi imkoni boricha, albatta erkak ham. Lekin ayoldan ko'ra erkak kishi nima qiladi? Muqaddam va ko'proq bunga ehtiyoji bor. Ayolini eng go'zal suratida, eng go'zal libosda, eng go'zal so'zlar bilan, eng go'zal hissiyotda. Tushunyapsizmi? Ya'ni bilasizmi, uning yolg'iz sevikli yori ekanligini erkak kishi bilasizmi? O'sha jozibani, o'sha hissiyotni ko'z bilan ko'rgisi keladi. Va ayol uchun bu narsa ibodat va ajr hisoblanadi. Erkak ham albatta ayolga bu narsani qiladi. Bir xilda qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin erkak buni ko'proq xohlaydi. Va 5 ta ehtiyojdan 5-inchisi aynan mana shu edi. Endi shaxsiyat xolis eting o'zingiz. Agarda mana shu 5 ta ehtiyoj qondirilsa, berilsa erkak kishiga, erkak kishi haddidan osharmikan? Ya'ni sizdan faqat haddidan osha, balki biz
oila maktabiga sekin yopaverishgan bo'ladi-da, agar mana shu narsa Ha, bo'lsa. ha. Shunaqa. Har bitta oila ya'ni muammo kelib chiqmaydi-da, agar mana shu narsaga qilinsa, e'tibor berilsa. Mana shu narsa yo'qligidan, mana shu narsa o'ylayman ustoz, ya'ni oila mexanizmi ishlashda o'sha mana shu ba'zi jihatlarga e'tibor bermaslikdan kelib chiqadigan muammo. Ya'ni inson mana oilasida muammo bo'layotganlar yokida oilasida qanaqadir sovuqchilik, nizo, ya'ni hamma inson o'sha sovuqchilik, o'zini nizoni o'zini qo'li bilan yaratar ekan. Ya'ni ajrashib ketgan bo'lsa, ya'ni o'zini qo'li bilan oilasini buzib qo'ygan. Ya'ni bu nima uchun, ya'ni hech kim misol aytamiz, hech kim misol uchun ajrashish uchun oila qurmaydi, lekin o'zi bilmaganligi uchun, ya'ni ilmsizligi uchun, o'shani biz boshqa suhbatlarimizda ham aytgandik, o'zingiz aytgandingiz ustoz, ya'ni inson bilmaydigan narsasini dushmani, ya'ni oila ilmini bilmaydimi, oilani dushmani. Xuddi shunaqa. O'zini qo'li bilan oilasini buzib qo'ygan. Endi ustoz mana shu o'ylayman, ya'ni erkak kishiga shuncha narsa kerak ekan, ayolgachi, ya'ni mana erkak kishiman, ya'ni o'ylayman, ya'ni ayolga qancha narsa kerak ekan ayol. Shuning uchun suhbatimizni boshida aytdimki, 5 ga 5. 5 + 5. Tushunasizmi? Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, natija albatta yuqori darajada bo'ladi. Unda baxt, istiqror, xotirjamlik, sevgi, muhabbat, e'tibor degan narsa ketaveradi yog'iga. 10 ni o'rniga. Qarang, menimcha podkast vaqtimiz ham o'zi nihoyalab qoldida, Shahzod. Agar yo'q demasangiz, 5 ga 5 qoidamizni, ya'ni 5 ta bu erkak kishining ehtiyoji edi. Biz doim bilsangiz ayollardan boshlardik va ayollarga 98% gacha e'tibor berardik suhbatlarimizda. Bugun biroz me'yor boshqacha bo'ldi. Biz erkaklardan boshladik. Agarda yo'q demasangiz, biz ayollarning 5 ta ehtiyojini keyingi anaqaga olib qo'ysak, keyingi hafta podkastimizga olsaydi va kuzatuvchi opa-singillarimizdan iltimos qilsaydi, o'sha 5 ta ehtiyojni yozishsin. Biz aytamiz keyingi podkastimiz alohida o'sha 5 ta ehtiyoj uchun bo'ladi. Alohida qilamiz bu narsani, xudo xolasa, va 5 ta ehtiyojni to'g'ri yoza olgan, o'sha to'g'ri topa olgan opa-singillarimizni deylik birlariga o'zim tomonimdan bitta hadyani bersak, nima deysiz? Juda ajoyib bo'lasiz. O'zi hozir yana bitta narsa o'ylab qoldim. Siz ya'ni o'zi ayol oilada erkak va ayol ehtiyojlari degan bitta alohida rubrika ham qolsa bo'lar ekan. Ya'ni u tugamas ekan. Hozir 5 ta men hayolim kelaveradi, endi hozir savol bersam anaqa cho'zilib ketib qoladi. Albatta bu yerda kimdir to'g'ri yoki noto'g'ri, haq yoki nohaq degan ma'noda emas. Bu yerda biz 5 ta eng muhimini gapirdik haqiqatan ham. Nasib qilsa keyingi haftada podkastimizda aynan ayollarimizni, opa-singillarimizning 5 ta muhim ehtiyojlarini alohida bir ko'rsatib o'qisak. Siz suhbat uchun rahmat. Ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz ancha manfaat olishdi deb o'ylaymiz va ko'rayotgan kuzatuvchilarimizga ham aytib qolardikki, agarda sizda qandaydir savol va takliflaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va o'sha 5 ta ehtiyojni ham yozishingiz mumkin. Erkaklar ham yozsa bo'ladi, to'g'rimi? Siz taxmin qilib agar topa olsa. Ularga ham hadyamiz bor. Bizni kuzatishda davom eting. Bilingki, mustahkam oila ilmdan boshlanadi va bizda ijtimoiy tarmoqlarimizda YouTube, Instagram, Telegramda berayotgan bepul kontentlarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Rahmat ustoz. Rahmat.